Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ishimiz palif qilib berganmiz. Qantanchalar qilib gulzorga yashil zona bo'ladi. 10 barli qov motorimizdan qo'yilgan. Mana chachib berishlari o'ta mo'shni. 9 tadan 18 ta tushdi. 4 tadan 8 ta turba ketdi. Mana o'rtagacha sochib beryapti. Juda ham chiroyli holatda. Hozir bularni ko'mib chiqamiz. Xudo xolasa gazollarni ekib qo'yishsa, juda chiroyli bo'lib qoladi. Yozgi kunida ham juda salqin qilib turadi. Tumanga o'xshatib sochib berib turibdi. Hamma narsa hisob kitobini qilib, bunisi bu yergacha sochadi, maylilar o'rtaga sochadi.